Kiyinish madaniyati bu insonning tashqi ko'rinishi orqali o'ziga, atrofdagilarga va jamiyatga bo'lgan munosabatini ifodalovchi muhim omildir. Insonning kiyimi uning didi, tarbiyasi, dunyoqarashi va madaniyatini aks ettiradi. Shu sababli kiyinish faqatgina chiroyli ko'rinish emas, balki muayyan me'yor va qoidalarga amal qilishni ham anglatadi. Kiyim tanlashda joy, vaqt va vaziyatni hisobga olish muhim. Masalan, o'quv muassasasi, ish joyi yoki rasmiy tadbirlar uchun sodda, ozoda va kamtarona kiyimlar mos keladi. Kundalik hayotda eng qulay va did bilan tanlangan kiyim insonning o'zini erkin va ishonchli his qilishiga yordam beradi. Milliy urf-odatlar va an'analarni e'tiborga olish ham kiyinish madaniyatining ajralmas qismidir. Kiyinishda ozodalik va pokizalik alohida ahamiyatga ega. Toza va tartibli kiyim inson haqida ijobiy taassurot qoldiradi. Haddan tashqari yorqin, noo'rin yoki e'tiborni tortuvchi kiyimlar esa ayrim vaziyatlarda madaniyatsizlik sifatida qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, kiyimning mosligi, ranglar uyg'unligi va soddaligi ham muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, kiyinish madaniyati insonning ichki madaniyati va odob-axloqi bilan chambarchas bog'liq. To'g'ri va did bilan kiyinish orqali inson o'ziga bo'lgan hurmatni, jamiyatga bo'lgan e'tiborni namoyon etadi hamda atrofdagilarga bilan ijobiy munosabat o'rnatishga ham xizmat qiladi.